tuproq to'ldiradi. Tuproqni teriyamizda qo'yamiz. Shuning uchun bilib olishimiz kerak, dunyo bari yetmas ekan bizga. Bu yerda islom tarixida katta tarix bo'lgan. Rasululloh alayhisalom Madinaga kelgandan keyin nima qildi? Madinada uylari qolib ketgan Rasulullohda sahobalarga, sahobalar din uchun shunda uylarini, joylarini tashlab kelavergan. Din uchun. Bu yerda kutib olganlarni kim derdi? Ansorlar. Ansorlarning ma'nosi nima? Ansoriylar deb yordam beruvchilar. Madinalik musulmonlar Makkadagi din uchun, dinni bemalol amal qilishlik uchun uylarini, joylarini tashlab kelayotgan musulmonlarga mana yerim deb yerini ikkiga bo'lib bergan. Mana uyim deb hatto ikki xonali uyda turadigan bo'lsa, bir xonasini mana sizlar yashaysizlar, o'zinglar eshik ochib olinglar deb bergan. Qarang. Ansoriylar Madinalik kutib olgan odamlar. Shu Makkaga kelgan muhojirlar uylari qolib ketdi. Makka mushriklari uylarini olgan, tuyalari bo'lsa tuyalarini olib qo'ygan. Ularning qasdi bor edi. Badr bo'ladi. Badrda Makkaliklar hammasi karvonni o'tib ketayotgan vaqtida musulmonlar aytadi, bizlar o'zimiz Makkada qolgan va mol dunyolarimizni olishga chiqamiz deyishadi. Va Rasululloh ruxsat beradi, chiqib shu yerda jang bo'ladi. Ular shuni qasdini olishlik uchun Makka mushriklari jang qilib keladi. Uhudga. Mana shunda mushriklar mana shu joyga joylashib olgan. Musulmonlar hammasi Rasululloh ular jang qilib kelayotganligini bilib, musulmonlarning barchasi mana shu joyga joylashgan edi. Makka mushriklar keladi va u yerda jang bo'ladi. Bu yerda. Va Rasululloh aytadi, mana bu tog'ni ko'rasizlar, mana bu tog' emas, kichkina vodiy. Mana shu yerga Rasululloh 70 ta kamonchini qo'yadi. Kamon otadigan 70 tasi. Hozir jang mana masjid tarafda, masjidning o'rnida jang boshlanadi. Mana shu mushriklar keladi, ular kelganlar tepadan kelayotganlarga kamon otib turasizlar deydi. Bu ishinglarga mendan buyruq kelmayincha tushmanglar degan. Nima bo'lsinki tushmanglar. Mana shu yerda kamon otib turasizlar tepadan. Va jang boshlanadi. Shunday alomon qo'shiladi. Birinchi arablarda shunaqa bo'lardiki, urush bo'lishdan oldin, kinolardan ko'rgan bo'lsanglar kerak, urushdan oldin ulardan kuchligi chiqadi, va ulardan kuchligi muborazaga chiqadi. Bu degani nima? Avval ko'radi, ularning eng kuchligini chiqaradi, bulardan eng kuchligini chiqaradi. Kim yengar ekan? Qaysi biri yengsa, shu birida shijoat ko'payadi. Bizning eng kuchligimizdan ularning eng kuchligi urushdi va bizlar yengdik deganday. Shunda kim chiqqan? Musulmonlardan bittasi chiqadi, Zubayr ibn Avvam degan sahoba chiqadi. Zubayr Rasulullohning ammasini o'g'li, Zubayr ibn Avvam jangga chiqadi. Ulardan ham Makka mushriklaridan ham bittasi chiqadi, kuchliga. Chiqarganda urushda urush hiladan turadi. Hila degandagi aldovdan turadi. Va shuna bir narsa qilib turadi, albatta turib qo'lichini yerga olib turadi. Haligi hayron bo'lib qoladi. Va uni yerga tortib olib, jang borib, uni nima qiladi? Qilichni ustiga tushiradi, tingadi. Shunchalik musulmonlar quvonib ketadi-da, yengandan keyin musulmonlardan yengan Zubayr ibn Avvam yengdimi? Allohu akbar deb takbir aytishadi hammasi. Uni Madinada turgan, hozir keldigan Madinada turgan ayollar eshitgan, sahobiya ayollar. Shundan jang boshlanadi. Jang shunchalik bo'ladi, bu jang shu jangning o'rtasida so'z tarqaladi. Muhammad o'ldi degan. Muhammad o'ldi degan. Musulmonlarning hammasini qo'llardan tarvuzlab tushadi. Rasululloh alayhisalom o'ldigan xabar. Chunki sahobalar ichida Mus'ab ibn Umayr degan sahoba bo'ladi. Bu sahobiy yigit Makkada boy ayolni o'g'li bo'ladi. Boy, juda ham boy. Eng qimmat atirlarini va eng qimmat otlarni minadi. Hatto bir ko'chadan yursa, hamma bilishadi, hozir Mus'ab o'tib ketdi deb. Atirni sepgan atirining hididan. Lekin iymon va Rasulullohga iymon keltirgan, dinga kelgan paytida ayisi, sen Muhammadga o'tib ketyapsan, dinni ushlan, taqvodor bo'lib ketyapsan deb ba'zida biz aytamiz-ku o'g'llarimizga. Qarabirlar esalar, faloncha bo'lib ketyapsan. Shunga o'xshash hamma narsasini tiyib olib qo'ygan. Pullarini ham olib qo'ygan, hamma narsasini. Shunda ham Rasululloh alayhisalomdan voz kechmagan, iymonidan voz kechmagan. Hatto ayisi hamma narsadan tiygan. Shunda ham iymonidan voz kechmagan din uchun. Shu Mus'ab ibn Umayrning ko'rinishi Rasululloh alayhisalomga o'xshardi-da. Shu kishini o'ltirgan edi. Shunda shulardan esa Muhammadni o'ltirdik deb mushriklar o'ylab, Rasulullohga o'xshaganligi uchun shu so'z tarqalgan. Hatto sahobalardan bitta Sa'd ibn Mu'az degan sahoba o'tirib qoldi yerga. Abdullah ibn Haram keldidagi nima qilib o'tirsizlar degan, Rasululloh o'lgan bo'lsa nima qilamiz endi deb xafa bo'lib jangda o'tirgan vaqtida, Rasululloh vafot etgan bo'lsa, Rasululloh o'lgan joyda bizlar ham o'lmaymizmi dedi. Rasululloh vafot etib ketibdi dunyoda. Nima qilamiz?
Bizlar shu yerda jang qilib o'lganimiz yaxshi emasmi? Ket dedi shijoat bilan urushdi. Rasululloh qayerda? Rasululloh yo'q bo'lib qoldi. Qayerda? Ha? Rasululloh alayhisalom mana shu yerda bir quduqqa o'xshagan qazilgan joy bor edi. Rasululloh bay olami ikkita jang qo'shilgan vaqtda shuning ichiga tushib ketib qolgan edi. Hatto shuni nima uchun chiqmayapti? Nima uchun chiqmayapti? Chunki bilan urushda bunday boshqa kiyiladi, temir kiyiladi, hamda ko'zdan tushib turgan. Ha, sovuqlar og'irligini Rasululloh chiqamay turgan edi. Chiqamay turgan. Shundan keyin sahobalar ko'rib Rasululloh alayhisalomni chiqarishadi-da va Uhud tarafiga qarab ular Sa'd ibn Abu Waqqas va Abdullah ibn Rawaha mana shu sahobalar nima qilib ko'tarib tog'ga chiqib ketishga harakat qiladi. Jang bo'lyapti, qizg'in jang, qarang. Makka mushriklari musulmonlarni yo'q qilamiz deb kelgan. Va Rasululloh alayhisalom yurishga qiynalyapti. Nimaga? Ko'zda boya temir tushib turgan temir bormi? Chakaklarga kirib ketgan edi temir. Mana shu joylarga chakaklarga temirlar kirgan edi. Shunda Rasululloh alayhisalom o'tiring deb Rasululloh alayhisalom o'tkazadi-da, haligi Sa'd ibn Abu Waqqas turadi degan. Sa'd ibn Abu Waqqas shida turadi va Abdullah ibn Rawahalar nima qiladi? Kelayotgan Rasulullohga kelayotgan nayzalarni to'sadi qo'llari bilan. Abu Ubayda ibn Jarroh degandagi Abu Ubayda ibn Jarroh Rasulullohga kelayotgan nimalarni kamon o'qlarini to'sadi. Shunday to'sadi. Va Sa'd radhiyallohu anhu tag'isal tepasiga chiqib oldi. Sa'd radhiyallohu anhu Makka mushkiliyatni uni Rasulullohni va altdagi odamlarni o'ldiraman deb kelayotgan Makka mushriklariga nima qilardi? Yoyini atar. Rasululloh aytdiki: "Ey Sa'd, irmi ya Sa'd fidaka ummi va abi" degan. Ota-onam senga fido bo'lsin, at ey Sa'd degan. Rasululloh bitta odamga nima qilgan? Ota-onasini fido qilgan. Sa'dga. Sa'd radhiyallohu anhu: "Ey Sa'd, atgin ota-onam senga fido bo'lsin" degan. Sa'd radhiyallohu atardim deydi. Ve shunday holat bo'ldiki, odamlarga, mushriklarga tegardi, yugurib kelib oldimizga tushardi. Shu nayzalarni yana olardim, kamonni o'qini va yana otib bir necha baro qaytib keldi deganda. Qarang. Abdullah ibn Rawaha bo'lsa nima qilyapti? Rasululloh qo'llari bilan nimani to'syapti? Kelayotgan yoylarni to'syapti. Shunda bitta to'sib turgan vaqtida bitta yoy kelib turib qo'liga sanchdi. So'ng qo'liga sanchdi. Dedi. Ya Rasululloh chetda ham qarang shunaqa holat. Rasululloh metlarida chakitlardan nima qilyapti? Qon aqyapti. Va tishlari singan edi Rasululloh shu vaqtda. Va jang bo'lyapti. Shu yerda ham da'vatni qoldirmayapti-da, din yetkazishlikni qoldirmayapti. Nima deyapti? Agar shuni bismillah deb ushlaganingda, demaganingda senga jannatda qurilayotgan qasrni ko'rarding. Qarang. Bismillah deganingda senga jannatda qurilayotgan qasrni ko'rarding, Abdullah Rawaha aytganda. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jang bo'ldi. Qattiq jang bo'ldi. Mushriklar shu vaqtda nima uchun yengilyapti? Mana bu yerda turgan kamal o'z aslida boshida musulmonlar yengayotgan edi. Yengib bo'lgandan keyin Makka mushriklar qochib ketgan edi aslida. Shunda nima qildi? Makka mushriklardan qolgan otlarni, temirlarni, qilichlarini bo'lishayotgan edi. Bularga tepada turgan sahobalarga ham dunyo qisib bo'lib ketdi. Bölüşek bizler ham alay ganimetlerden deyishdi. Ya Rasululloh tushma degan bizlarga. Degan, yengib qo'ydi, ketdi mushriklar qochibdi. Ya Rasululloh tushma degan, ba'zilar tushib ozgina odam qoldi. Shu vaqtda hali Xolid radhiyallohu anhu iymonga kelmagan vaqt edi. Shunda uzoqdan payqadi, kamonchilar yo'q ekan. Mana bu tog'ning orqasidan o'tib, orqadan zarba berilganda keyin. Qarang, zarba berilgan. Kamonchilar tushib ketgandan keyin. Shunda oyat tushadi Ali Imron surasida. Minkum man yuridu dunya va minkum man yuridu al-akhirah. Sizlardan dunyoni istaganlar bor va oxiratni istaganlar bor deydi. Mana shular dunyoni sal qiziqmaganligida yengib turgan joyi edi. Shuning uchun hozir ham musulmonlar zaif bo'layotganligi, musulmonlar orqada ekanligi, doim zulm kelayotganligi, bizlar hammamiz nimaga qisib ketayotganligimiz, dinimizdan ko'ra dunyomiz afzal bo'lib ketayotganligimiz. Shu sababli mag'lubiyatga uchrayapmiz. Va Rasululloh alayhisalom sahobalarga shu yerda bo'ldi. Abu Bakr radhiyallohu anhu yugurib kelardi Rasulullohning oldiga. Rasululloh tirik ekanligini bildi. Va Abdullah ibn Rawaha uzoqdan ko'rib, Abu Ubayda ibn Jarroh uzoqdan ko'rib, kim ekan bu joylarni to'sayotgan, qilichlarni boyagi kelayotgan o'qlarni to'sayotgan deb shu Abu Ubayda ibn Jarroh bo'lsin deb yugurib keldi. Qarasa Abu Ubayda ibn Jarroh edi, to'sib turgan Rasulullohga kelayotgan joylar. Nimaga shunday umid bilan keldi Abu Bakr? Chunki Abu Bakr uni iymoniga sababchi bo'lgan edi, iymonga kelishligiga sababchi bo'lgan edi va qarindoshi bo'ladi. Shunday bir shijoat ko'rsatib turgan Abu Bakr Jarroh bo'lsin deb kelgani shu bo'lganda. Va Rasululloh alayhisalom oldiga keldi. Va Rasulullohga mushayt beryapti bu temirlar. Abu Bakr radhiyallohu anhu olmoqchi bo'ldi.
Rasululloh Abu Bakr nima halim, yumshoq kishi bo'lgan, juda ham. Va olomadi u narsani. Va shu yerda bittasi kim deyishadi? Shu yerda sahobalardan bittasi, shunda keladi Rasululloh alayhisalom tishlarini qo'yib bir kamshik tishlar anaqa bo'lgan ekan. Nima deydi? Bizlar tishning ustiga tish chiqib qoladi. Og'riq deydi. Shunaqa tishlari bo'lgan. Shu tishlardan ushlab turgan temirni yo'lda Rasululloh erkaklar. Va tishi ham birdaniga tushib qoldi. Ikkinchi tishi bor. Bu men tishim tushib qoldi deb ketib qolmaganda Rasululloh. Nimaqa ikkinchi tishlarini ham qo'yib, ikkinchi tishlarini ham nima qildi? Temirni chiqarib oldi. Ham shu bo'lib qoldi deydi. Va aytadiki sahobalar shu tishlari tushgandan keyin chiroyli bo'lib qoldi degan bu sahobalar. Undan oldin tishlari mushaklar turar ekan, lablari boshqacha bo'lib turar ekan. Shu tishlari tushgandan keyin o'rniga kelib chiroyli kamishlar ichida eng chiroyli kamishlik shu bo'lardi deganda. Qarang. Va Rasululloh alayhisalom shu yerda nima degan? Zubayr ibn Avvomni boyagi birinchidan yengdi. Shu men har bir payg'ambarning yordamchisi bo'ladi, meni yordamchim Zubayr ibn Avvom deb aytgandi. Va sahobalar Rasulullohga tepaga chiqib ketishdi va qolgan sahobalar qochdi va pastda jang bo'ldi va sahobalarning hammasini o'ldirishdi mushriklar. Shunday bir o'ldirdiki, misli ko'rilmagan musla qilishdi. Musla deganligi o'ynashdi, nima qildi? Burnlarini kesdi, quloqlarini kesib, a'zolarini kesdi. Hatto Rasulullohning amakisi Hamza radhiyallohu anhuni bitta ayat o'ch olishlik uchun Hind degan ayat bitta habashi yigitni qo'yib, mushriklardan keyin shu menga Hamzaga yoy tegizasan-da, shu yoyingni o'tirganda Hamzani sudrab, o tarafga gap kelasan degan. Va ayol kutib o'tirgan ekan. Qasos olishlik uchun Hamza radhiyallohu anhu. U shunday habashi shu ishini qildi. Yoyini otib Hamza radhiyallohu anhu borgan edi. Bu ayol yorib ichaklarini ham yorib toshga maydalagan. Shunday holatda musulmonlarni o'ldirib tashlagan edi. Rasululloh alayhisalom ularga duoibat qildi. Payg'ambarida yuzlaridan qon oqtirgan ummatni qanday najot topsin, ular qanday jannatga kirishni istayapti. Va Rasululloh alayhisalom jang tugagandan keyin tushib qolgan sahobalar bilan ularni dafn qilishlikka qabr qazdi. Bu vaqtda kesha yo'q, boshqa narsa yo'q, qo'llari bilan qazardi. Qarang, 70 ta sahoba shahid bo'lgan. 70 ta sahoba shahid bo'lgan. Mana shu yerda qo'llari bilan jang holati tugagan, charchagan hollariga qabr qazdi. 30 ta qabr qazdi. Har bir qabrga bitta qabrga ikkitadan shahidlar kirgizadi. Va birinchi qabrga kimni kirgizdi? Bir qabrga ikkitadan odam kirgizadi. Birinchi qabrga kim kirgizadi? Hamza. Birinchi qabrga Qur'on yodlaganni kim ko'p yodlagan bo'lsa shuni qo'yadi. Qarang, Qur'on shitda majaz. Rasululloh alayhisalom jannatga kirgandan keyin ham Qur'on sizga foyda beradi. Roza jannatga kirmoqchi, namozingiz jannatga kirmoqchi. Qolgan yaxshiliklarni jannatga kirgizilishi, jannatga kirganingizdan keyin sizga foyda beradigan narsa bu Qur'on ekan. Iqra va rattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka akhiru ayatin taqra'uha. Qari, o'qigin. Qur'on o'quvchini qari deydi. Qari o'qigin. Dunyoda qanday qiroat qilib o'qigan bo'lsang shunday o'qi, seni oxirgi to'xtagan oyating ana shu o'rning bo'ladi. Jannatda bilamiz daraja, eng tepadagi daraja pastdagi darajadan ko'ra yaxshiroq bo'ladi. Va eng oxirgi o'qigan oyati oxirgi manzili bo'ladi. Qarang, qabriga eng Qur'onni ko'proq yodlaganini kirgizadi va ikkinchisini hammasiga javob. Hamzani ko'rgan vaqtida Rasululloh juda qattiq qiynalib ketdi. Amakisi Hamza radhiyallohu anhu ko'rganida. Qarasa, chiqanlari chiqarib, chaynlarga chiqadi. Ana shunday o'choyga saylaydi. Rasululloh g'azablandi va undan qasos olishlikka Rasululloh ahd qo'ydi ichida. Qarang. Hamza radhiyallohu anhu ham ko'mdi mana shu qabriston, shahidlar qabristoni. Bilamizki, shahidlar Alloh uchun o'lganlar. Alloh uchun o'lganlar nima deydi? Birinchidan ularning darajasi buyukdir. O'lishligidan oldin jannatdagi o'rnini ko'rib o'ladi. Bilasizmi? Alloh uchun jang qildi. Siz jang qilyapsiz, sizni diningizga qarshilik bo'lgan, shu uchun siz o'lib ketyapsiz. O'lishligingizdan oldin, ruhingiz chiqishidan oldin jannatdagi o'rningizni ko'rasiz. Ikkinchidan shahidlarning nimalari chirimaydi, tanalari. Qabr azobini ko'rmaydi va qiyomat kunida esa 70 ta qarindosh yaqinlarda 70 tasi jannatga kirib ketadi va ular o'lishligi bilan jannat ahlini rohatini ko'rib yotadi. Qarang. Ertaga qiyomat kunida ular tirilganida, banda qani burning deysa nima deydi?
Qani qo'lim desa, Rabbim sen uchun ketgan edi bu deydi. Ha, bizlar dinga nima qilib qo'ydik? Savob. Bizlar namozimizni zo'r o'qiymiz, o'zimiz uchun bo'lgan foyda. Dinga qanaqa foyda keltirdik? Din ko'tarishlik. Ertaga bandam sen mening dinim oliy bo'lishligi uchun nima ish qilding desa, nima deymiz? Ko'rsata bilamiz? Ha? Aysha onamiz qanday yaxshi qiladi deganda. Bitta uyidagi bari dunyosini sadaqa qilgan. Rasululloh aytgandan keyin sadaqa qilgan vaqtida bir ayol kelib turib, iftorlikda ishlasa qolmaydi deganda, bu isimizda chiqib o'zi iftorlikka yeyishligini ham sadaqa qilib olgan ekan. İftarlıkta nima yeyishligi ham ishasi topmay qolgan sadaqa. Shuning uchun ko'p sadaqa qilishligimiz kerak. O'tkazishligimiz kerak. Dinga foyda beradigan narsalarni ko'pini qilishligimiz kerak. Hissa qo'shishligimiz kerak. Masjidlarda hashar bo'ladi. Ovqat qilsa bo'ladi 10 odamga. Ovqat qilib yuborib yeridan tushib. Madrasada bolalar Qur'on yodlab yotibdi. O'zimiz yodlamanga yarasha madrasadagi bolalarni bittasini yetib chiqsak bo'ladi. Nima kamchiligi borda xabar olsak bo'ladi. To'g'rimi? Ertaga olim bo'lsa, dinga yetkazsa sizning foydangiz tegan bo'ladi. Ana shunday yaxshiliklar ko'p qiladigan bo'lsa, dinga nima qilishimiz, hissamiz qo'shib ketishimiz kerak. O'lganimizdan keyin ertaga foyda keltiradi bu narsalar hammasi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hammasini ko'mdi. Juda ham qattiq ezilib ketdi. Yaxshi ko'rgan sahobalarning hammasini qo'li bilan dafn qilgan. Shuning uchun bilaylik, birodarlar, Rasululloh alayhisalom bu mashaqqatlarni nima uchun ko'rib yatsa bo'lardi uyda. Allohdan kelgan omonatni yetkazyapti-da. Ko'ryapsiz. Qanday yaxshi ko'rmaymiz u Rasululloh alayhisalom. Qanday qilib yaxshi ko'rmaymiz Rasululloh alayhisalomni? Dinni bizlarni jannatga kirishligimiz uchun, jannat yo'lini ko'rsatishlik uchun, jahannam azobidan qutqarishlik uchun shu dinni yetkazishlik uchun shuncha mashaqqat ko'rganda. Shuncha mashaqqat ko'rgan. Ha, Rasululloh alayhisalomga kunlar o'ta salovat aytmaymiz Rasululloh. Shuning uchun Rasulullohning shaharida yuribmiz. Rasululloh alayhisalomga ko'p salovatlar aytaylik. To'g'ri? Kim meni ismim aytilganda sallallohu alayhi vasallam deb aytmasa baxil kishi deganda, eng baxil kishi. Rasulullohga ko'p salovatlar aytishimiz kerak. Va endi qarang, vaqtlar o'tdi, bu kunlar ham o'tdi, alhamdulillah. Yugurib Makkadagi kim keldi? Xabar yetgan edi. Sahobalar nima qanday o'lganligi. Ayollar yugurib keldi. Qarindoshlari bor o'lgan. Aka-ukalar shuning ichida Rasulullohning ammasi yugurib keldi. Kim edi ammasi? Zubayr Avvam edi. Shuni oyisi. Hamza radhiyallohu anhu noy apais. Hamza radhiyallohu anhu. Hamza radhiyallohu shunday o'ldibdi, shunday shahid bo'libdi degan eshitib yugurib keldi Madinadan. Kim edi? Safiya onamiz. Rasulullohning ammalari bo'ladi. Rasululloh ammalari Safiya onamiz yugurib kelganida o'g'illariga aytdiki, kimga? Zubayr Avvamga aytdi. "Ey Zubayr, onangga ayt, to'xta, kirmay tursin bu yerga." Haligi odamlar orasida yorib, men Hamzani ko'rib, ukamni ko'ray deb yurib ketgan Safiya onamiz, "Ayjon, qo'yin qo'y, Rasululloh kirmasin" deyapti. "To'xtang, Rasululloh kirmanglar" deb aytibdi. To'xtagan. Rasululloh aytayapti dedim, to'xtagan bu. Rasululloh buni qil desa qilganda. Qanday itoatkor bo'lgan. Hijob oyati bormi? Ey ayollar, sizlar avrat joyinglarni yopinglar deb hijob oyati tushgan vaqtida bilasizlar ayollar qanday amal qilgan? Shunday kiyimlari uzun bo'y, kiyimlarini yirtib boshlariga ro'mol tutgan ekan. Ular oyat kirishligi bilan amal qilgan. Qanday ayollar qara? Qilarman erta bir kun degan emas. Rasululloh aytayaptimi qilgan ular. Qarang, bitta ayol bo'ladi. Rasulullohni bitta sahobasi bo'ladi. Abu Dujana degan. U ko'rinishligi xunukroq bo'lgan ekan, u kishilar. Xunukroq bo'lgan ekan. Rasululloh aytadi, "Uylanmaysanmi?" deydi. "Ya, menga kim ham qizini berardi, ya dunyom bo'lmasa, ya chiroyim bo'lmasa" deganda, "Falonchiga borlar, shuni qizi bor, beradi" deydi. Haligi uyga borib ovqatlanib, Rasululloh aytdi, "Sizni qizingizga uylanar ekanman, berar ekansiz" desa, "Voy, hayron bo'lib qoladi-da. Ichidan bergisi kelmaydi endi uni. Hech narsasi yo'q." Xunukroq bo'ldi. Hamma maslahatlashib ko'raylik desa chiqarib yuboradi. Ayoli bilan Rasululloh bizlarga yuboribdi. Sal yaxshiroq yuborsa bo'ladi. Yaxshi yigitlar deganda gaplashib ko'rganda qizi nima deydi bilasizlar? Qizi aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tanlab yuborgan odam haqida, Rasululloh xohlagan narsa haqida nima qilsak o'tiriblarmi deydi. Alloh va Rasuli tanladimi? Men roziman. Rasululloh yuborgan yigitga qanday tegmayman? Men illa shu yigitga tegaman deb qarshilik qilib turibdi. Bilasizmi bola? Rasululloh alayhisalom nikohlarini o'qiydi. Hech narsa topmaydi nikohga berishga. O'qiydimi? Jang ertasiga Mu'ta g'azoti boshlanadi. Rasululloh g'azotga degan vaqtida chiqib ketadi, haligi kishi shahid bo'ladi. Hali ayoli bilan yaqinlashmay turibdi, nikoh o'qigan.
shahid bo'ladi. Rasululloh shuni eslaydi, ko'ringlarchi deydi Abu Dujana izlasa, Abu Dujana el oxirgi nafaslarini olayotgan ekan. Rasulullohga xabar beringlar, men jannat hidini hidlayapman deb kulib o'lganda. Haligi ayol qara. Rasululloh itoat qildimi? Rasululloh xabar yetib keldi, sovchi ko'payib ketadi haligi qizga. Sovchi ko'payib ketadi haligi qizga. Taqvodor qiz Rasululloh yuborgan yigitga tegaman degan gapni eshitgandan keyin Abu Bakr katta sahobalar, zo'r sahobalar sovchi qo'yadi. Kimni ayoli bo'ladi oxirida? Rasululloh alayhisalom ayoli bo'ladi. Ko'ryapsiz? Rasululloh tanlab yuborgan yigitga rozi bo'lgan edi, Alloh taolo nima qilib qo'ydi? Dunyoda eng afzal kishini ayoli qilib qo'ydi. Shuning uchun dinda bir narsa keldimi, rozi bo'lishimiz kerak. Qalbdan rozi bo'lish. Qalbdan. Alloh va Rasulining muhabbati bizlarda birinchi o'rinda turishlik kerak. Alloh va Rasulining muhabbati birinchi o'rinda emas. Erimizga muhabbat qo'yib olsak, ayolimizga muhabbat qo'yib olsak, farzandlarimizga shu muhabbatimiz uchun sinalamiz. Alloh va Rasulining muhabbatimiz ko'proq bo'lib ketsa. Bilamiz, Ibrohim alayhisalom 100 ga chiqqan vaqtida nima qilgan? Farzand ko'rgan Ismoil alayhisalom. 100 ga chiqqan vaqtida Ismoil alayhisalom. Shu Ismoil alayhisalom endi Makka ga kelgan vaqtda katta bo'ldi, qiliqlari chiqib, endi katta 100 ga chiqqan odam farzand ko'rdi. Qiliqlari chiqib, adadi shirin gaplari chiqqan vaqtda shu bilan ko'p ovunib ketdi-da. O'ynatadigan vaqtlar shu bilan ko'p o'tdi. Alloh taolo qarang, ko'p payg'ambar edi. Allohga ko'p vaqt ajratadi. Farzandiga ko'p vaqt bo'lib, yaxshi ko'rib ketdi farzandi. Alloh shuni sinov qilib, farzandini so'yishtirib buyurdi-ya. To'g'rimi? So'y dedi farzandiga. Tushida farzandini so'yayotganligini ko'rgan va uniga o'g'lim qara tushimda seni so'yayotganligimni ko'ryapman deganda Ismoil alayhisalom Allohga buyurgan narsasini qiling ota, sizga itoat qilaman dedi. Allohga osiy bo'lib qolmang dedi. Shunda Ismoil alayhisalom so'yishga ketayotgan vaqtda shayton keladi-ya. Seni so'yaydi. Toshni oladi, otadi. Yana keladi, yana tashladi. Shunda haj amal, tosh otishlik shundan qolgan. Shundan qolgan amal. Bir oborib so'ymoqchi bo'lgan. Shuning uchun muhabbatimiz erimizga ko'proq bo'lib ketsa, Alloh va Rasuliga ko'ra shu haqida sinaladi. Sizni muhabbatingiz Alloh va payg'ambarga ko'proq. Ayolimizga ko'proq. Farzandlarimiz ma'noda sinalib yuramiz. Shuning uchun muhabbatimiz Alloh va Rasuliga bo'lib kerak. Keyin qochib ular turishdi. Bo'lmasa sinovga uchrayveramiz. Va Rasululloh alayhisalom aytganiki Safiyaning sirosi to'xtadi. Rasululloh dafn qildi va vaqtlar o'tdi. Vaqtlar o'tgandan keyin Makkada musulmonlar ko'payib ketaverdi, Rasululloh urushsiz, hech narsasiz Makkaga qaytib borgan. Hamma iymon keltirgan. Butun musulmonlar, butun Makka, Madina odamlari hammasi musulmon bo'lib ketgan. Shu vaqtda hamma kelar edi. Rasululloh shu mushriklar, Makkaga odamlar Rasulullohga iymon keltirdim ya Rasululloh deganda Rasululloh Alloh qabul qilsin, islomga kirdim deb kelganda kim keladi? Yuzlarini o'rab olib, bayagi Hamza radhiyallohu anhu o'tirgan ayol ham keladi. Hind keladi. Ana Rasululloh qaraydi. Hamma kishini shunda qiynoq bilan o'tirgan. Rasululloh men iymonga keldim, la ilaha illallohni aytdim deganida qarab turib, Alloh kechirib oladi. Kechirimli bo'lish kerak inson. Kechirib oladi. Musulmon bo'ladi. Va shu yerda uni o'ltirgan, kim Habashim. Bayaq qulchi. Hamzani o'ltirib xabar bergan. Bu ham keladi, iymonga kelgan, unga minda. Uchinchi oyat keladi. Agar siz qo'pol, dag'al bo'lganingizda, sizni atrofingizda hech kim qolmas edi. Ularni kechirib oling deydi. Inson kechirimli bo'lishi kerak. Kelinlar xato ish qilib qo'ysa, kechirish kerak. Darrov nima qilmasdan, xatochilik qilmasdan kechirib oladigan bo'lish kerak-da. Xosatan birada aytganday, kechirimli bo'lish kerak. Xato topolganingiz bilan yo'q. Shunday bir qayna bo'lsiz, keliningiz meni qaynamdaqa qayna yo'q deb maqtayversin. Hayot o'tkinchi, to'g'ri? Birpas o'tib ketadi. O'lganingizdan keyin qutuldim deb yurmasin. Yig'lasin, haqiqiy qalbdan yig'laydigan bu. Hayot o'tkinchi, yaxshi bo'lib yashashligimiz kerak. Kechirib olishligimiz kerak. O'zimiz ham kelin bo'lamiz, to'g'ri? Kelinlar ham xuddi shunaqa. Yaxshi bo'lish kerak. Qaynasini bitta gapligi uchun, boshqa narsa uchun xafa bo'lib qolmaslik kerak. Erkaklar ham shunday, ayollar ham xuddi shunday. Hammamizga tegishli. Kechirimli bo'lishimiz kerak. Rasululloh alayhisalom shunday amakisini qatl qilgan odamlarni kechirib oldi. Qo'pol dag'al bo'lsangiz, atrofingizda hech kim jamlanmaydi. Shunda turib inshaalloh mana shu yerda shunday tarixlar bo'lgan. Inshaalloh. Xo'p, endi shu vaqtlar qurma